Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida qishloq joylarda yashovchi xotin-qizlarning media savodxonligi va raqamli xavfsizlikni oshirish loyihasi doirasida media savodxonlik va kiberxavfsizlik ko'nikmalari mavzusida amaliy trening tashkil etildi. Mazkur loyiha DVV International'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi ko'magida Qalb nuri markazi tomonidan amalga oshirildi. Treninglarni filologiya fanlari doktori professor Nargiz Qosimova olib bordi. Treningning asosiy maqsadi qishloq joylarda yashovchi xotin-qizlarning media savodxonligini yuksaltirish, ularda axborotni tanqidiy tahlil qilish, internet va ijtimoiy tarmoqlardan xavfsiz foydalanish hamda kiberxavflarga qarshi himoyalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat bo'ldi. Mashg'ulotlar davomida ishtirokchilar ishonchli va ishonchsiz axborot manbalarini ajratish, feyk xabarni tekshirish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, kuchli parollar yaratish, ikki bosqichli himoyadan foydalanish, fishing va internet firibgarligidan saqlanish bo'yicha muhim bilimlarga ega bo'lishdi. Treningning alohida qismi sun'iy intellekt texnologiyalariga bag'ishlandi. Unda ishtirokchilar ChatGPT kabi zamonaviy AI platformalaridan ta'lim-mehnat faoliyati va kundalik hayotda samarali foydalanish imkoniyatlari bilan tanishib, sun'iy intellekt taqdim etgan ma'lumotlarni tanqidiy baholash va tekshirish muhimligini o'rgandilar. Interaktiv mashg'ulotlar, amaliy keyslar va muhokamalar ishtirokchilarning faolligini oshirdi hamda olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini mustahkamladi. Trening yakunida qatnashchilar mazkur loyiha raqamli savodxonlikni oshirish, axborot tahdidlari va kiberxavflarga qarshi barqaror immunitetni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab, bunday amaliy o'quvlarni davom ettirilishi zarurligini bildirdilar.